Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli mijozlar. Va nihoyat yana bitta obyektimiz, yana bitta uchastka hovlida santexnik ishlari oxiriga yetib qoldi. O'shalarni inshaalloh birgalikda ko'rib chiqamiz. Marhamat. Ismoil, charchamayapsizmi? Salomat bo'ling. Bu obyektimizdan Ismoil bizni sherigimiz inshaalloh uni chiroyli qilib oxirigacha yetkazdi. Kollektorlardan tanishtiradigan bo'lsak, bizda rasvodomen kollektorlardan foydalanganmiz. Va albatta mana komni termostatlar uchun simlarni tashlab ketganmiz. Har bittasi izolyatsiyada kelyapti. Bittasi radiatorga, bittasi topli pol tizimiga ishlaydi inshaalloh. Ya'ni iliq pol tizimiga ishlaydi. Bizda mana ko'rayotganingiz orqasiga chiroyli qilib qafillatilgan, oldi tomoniga keyinchalik o'sha yashirin eshik, ya'ni skrit eshik qo'yiladi bunga. Mana bu trassamiz bizda. Trassani ustidagi mana ya'ni o'sha steyajga baquvvat bo'lish uchun Ismoil bularni maxsus tashladingiz-da, shunga to'g'ri? Kompozit setga tashladik, temir emas. Kompozit material bo'lgani uchun chirimaydi, zanglamaydi. Turbalarga zarar yetkazmaydi, xudo xolasa. Mana bularimiz pok-pok qolmasligi uchun steyajga shuni tashlab ketishi ma'qul ko'rinadi. Keyinchalik steyajga o'sha lopullar o'ynab qolmaydi va setga aytganlaridek, u temir emas. Bu ertaga zanglamaydi yoki turbaga ziyon yetkazmaydi mana ko'rlarga. Maxsus bu oddiy o'sha setga temir emas, o'sha steklovolokno deydi. Shunga o'xshash hozir qurilishda juda ham ko'p ishlatilyapti. Buni armaturalari, boshqa mahsulotlar ko'plab ishlatilyapti. Shundan foydalangan. Hozir endi ikkinchi qavatdagi ish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu tomon chiqishi bilan, ya'ni o'sha pastdagi kollektorning tepasida ham yana bitta kollektor joylashtirilgan. Qulay tomoni o'sha kelayotgan podacha bilan, ya'ni trassamiz oson, ya'ni o'sha bitta liniyada bo'lishini ham ta'minlangan. Va albatta undan tashqari ertaga kanalizatsiyaga zbroslangan mana shu joydan turbalar qo'yiladi. Vaqt kelib tozalashlarga yoki havosini chiqarishlarga foydali bir qulay sharoit bo'ladi. Bu qavatni ham ko'rishingiz mumkin, mana trassalarning ustiga alohida o'sha bazaltli setkadan foydalanganmiz. Oddiy simda emas yoki setkada emas, maxsus o'zida uyda ortib qo'ygan yoki bir eski nima iplar bo'ladimi, arkomlarni o'shalarni ham ishlatib olsa bo'ladi. Bu ham bir ortiqcha bu narsani masalan nima deydi ana? Qayta ishlashga ham kiradi. Narsani u oldiga isrofni oldini oladi masalan. Ham qulay. Ham setkiga, turbaga ziyon yetkazib qo'ymaydi masalan. Mana shuni ko'pchilik hamkasblarimizga ta'kidlab kelganmiz. Imkon qadar mana shu chetiga qo'ymaslik kerak. Mana. Yon aylanasiga yoyilmagan, ya'ni Penaplex tashalmagan. Sababi bundan kelayotgan steyajkamiz mana shu joyda ulanishi kerak. Agar biz Penaplex qo'yadigan bo'lsak, mana bu yonida Penaplex ko'rinib qoladi, ertaga bu ajralib yoki lopullab o'sha steyajga ko'tarilib ketishi mumkin. Va albatta turbani bu tomonga to'kilmaydi. Keyinchalik o'sha perila, panjaralar qo'yilganda, mana shu joyga ertaga qotirganda buni teshib qo'yish mumkin. Shuning uchun imkon darajasida bu chetidan olib qochiladi. 25-30 sm atrofida chetroqdan olib ketiladi har bitta narsasi. Foydalangan narsalarimiz mana 3 sm Penaplex, sintifon va oddiy o'sha salafan, 1 mikronli salafanlardan foydalanganmiz. Butun bo'ylab devor bo'ylab esa denifiniy lenta, ya'ni o'sha 1 sm sintifon mahsulotidan qo'yib chiqilgan. Maxsus o'zi, ya'ni denifiniy lenta deydi buni. Bu issiq sovuqni ham tashqariga o'tkazmaydi va steyajkamiz bizda o'sha isib sovuganda, ya'ni kengayib toraganda, rashrina bo'lganda ortiqcha yorilib ketmaydi yoki tarkibni ko'tarib yubormaydi. Shuning uchun buni ham foydasi juda ham katta. Ismoil, bularni ham maslahat qildinglarmi, steyajkani qalinligini? Ha, maslahat qildik. Bu yerda steyajka jarayonlari ham ketyapti. Ayrim obyektlarda ilojsizlikdan polusuga, ya'ni yarim quruq steyajkadan foydalanamiz. Asosan hovli joylarda, 2 qavat, 3 qavatli binolarda imkon qadar biz o'sha suyuq steyajkadan, ya'ni jiddiy steyajkadan foydalanamiz. Buni qattimligi ham yaxshi va issiqlik o'tkazuvchanligi kuchli hisoblanadi. Datchik joylarni ham qo'yib ketdinglarmi? Mana sim bo'yicha ham qisqa bir hamkasblarimizga, yosh hamkasblarimizga tushuntirib ketsangiz. Biz odatda komnatni datchik qilganda, ustanovka qilganda 4.075 sim tashlab ketamiz. Ikkitasi signalga, ikkitasi kotelnikdan keladigan fazaga ishlaydi. Shunda kotelnikdan faza beramiz, общий kvartiraga. Kotelnikdagi akkumulyatorlarimiz, солнечный panellarimiz ishlagan paytda bu ham komnatni datchiklari ham ishlab turadi. Alohida UPS qo'yish mumkin, stabilizator qo'yish mumkin. Umumiy tarmoq o'sha kotelxona, ya'ni issiqxonadan keladi. Va albatta NTC datchikka mo'ljallab mana turbalar tashlab ketilgan. Mana shuni ham ko'p bora ta'kidlab o'tganmiz. Tashlangan payt iloji boricha bu turbani ustiga tushib qolmaslik kerak. Ertaga NTC datchik qayerda to'xtashini bilmaymiz. Shuning uchun mana shu ikkita turbaga yonma, ya'ni parallel tashlansa, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi.
Albatta bu yoqda sanuzel. Endi bunda installyatsiya, ya'ni osmon unitazilar bo'ladi. Rakovina, dush, vanna. Albatta o'sha mijozning xohishiga qarab keyinchalik o'rnatib beriladi, ya'ni o'sha priborlar. Bu obyektimizda maxsus trap qo'yganmiz. Ham sug'oy, ham gidrozatorlik tupli bo'lib bo'lgani uchun gidrozatorimizda agar suv qolmay qoladigan bo'lsa, bu avarin trapda o'sha paytda bizda sug'oy zatorimiz maxsus membranasi bor buni, ya'ni обратный клапан desam bo'ladi. Обратный клапанning buni yaxshi tomoni o'zi mana gelvi. Ya'ni juda ham bir yaxshi yopishadi. Ortiqcha hidlarni yoki hasharotlarni chiqarmaydi tashqariga. Hozir stejka jarayonida faqat shunchaki maxsuski krishkasini yopib qo'yamiz. Turbokurlarimiz kontermnikiga. Ya'ni deyarli hamma mahsulot Yevropa mahsuloti desak bo'ladi, ishonchli, sifati sinovdan o'tgan. Shuning uchun doim biz aytamiz, mijozlarga sinovdan o'tgan yaxshi mahsulotni tavsiya beramiz. Va albatta shunaqa mijozlar bilan ishlash ham qaysi ma'noda qulay. Bu ko'pchilik hamkasb ustalarning orzusi. Ya'ni mijoz o'sha mahsulotning sifatiga, qadriga yetib, o'sha narsani o'zi olib beradigan bo'lsa, qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, ish ham chiroyli chiqadi. Va albatta bu hamma narsa mijozning o'zi uchun. Qaysi usta bo'lsa ham o'zi ishlab, masalan, topshirib ketadi, lekin yillar davomida mijoz maza qilib foydalanadi. Zahoraga mana shu sifondan qo'ydik stiralkaga, kir mashinasiga maxsus kanalizatsiyadan keladigan hidni kir mashinaga bermaslik uchun maxsus. Undan tashqari ulash ham qulayda buni lekin. Ertaga o'sha shlankasini ulash ham qulaylik va ham chiroyli ko'rinib turadi. Bu tarafda ham kollektorlarimiz qo'yilgan, ya'ni bu nimagaki har bittasi alohida boradi. Unitaz, rakovina, dushga alohida, ya'ni luchov sistemadan foydalanganmiz. Sovuq suv, issiq suv va resirkulyatsiya. Ko'rib turganingizdek, chiroyli ham qulay bo'ladi. Ertaga bu ham kafel bilan qo'yilganda, unda yashirin eshik qo'yib qo'yiladi. Bu traplarning joyi bizda endi. Ya'ni dushga mo'ljallab qo'yilgan traplar. Bizda bu yoqda dush bo'ladi. O'rtasidan oynada yopiladi to'siq bilan. Keyin bu yoqda tepasida chelak bo'ladi, saunaning chelagi. Bu zonamiz saunaning zonasi. Hozir tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin erta shishadan keyin har bittasi o'chirib qo'yilgan bu narsalar. Bu yerga maxsus ikkita trap qo'yganmiz, chunki chelakdan bir totganda 45 litrgacha suv tushadi. O'sha 45 litrgacha suv tushganda bitta trap uspet qila olmasa, mana ikkinchi trapimiz yordamchi vazifasini bajaradi. Va albatta bu umumiyga ham xizmat qiladi. Umumiyga ham xizmat qiladi. Ya'ni suv bittada to'lganda, u hamma joy yoyilib ketmaydi, bittada tortib ketadi. Shunaqa. Albatta bularni oxirida izolyatsiya qilib yopib yuborish kerak bo'ladi. Kanalizatsiya turbalarimizni ham. Bu esa oshxona qismimizda. Oshxona, ya'ni kuxinni mo'yka bilan yonida o'sha idish tovoq yuvadigan kanalizatsiyasi hammasi bir joyda bo'lishi kerak. Chunki uni orqasiga ertaga dostуп bo'lmaydi, ya'ni imkoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun shu joyga e'tibor berish kerak. Issiq suv, sovuq suv va kanalizatsiya qismi va rozetkalar ham shu joyda to'plangan bo'lishi kerak. Ya'ni kuxinni shkafini ochganda ichiga hammasiga qo'l yetadigan darajada bo'lishi kerak. Niyat qilgan barcha mijozlarga, yurtdoshlarimizga shunaqa yaxshi sifatli mahsulotlarni ishlatish nasib qilsin. Va albatta, men guvohi bo'ldim, butun viloyat bo'ylab seminarlar o'tkazganimizda hamma viloyatda zo'r ustalar, ya'ni o'zining ishini astoydil sevib ishlaydigan ustalar bor. Ana ularga ham shunaqa yaxshi mahsulotlarni ishlatish, bir mijozlarni xonadonida yaxshi bir issiqlik ulashish ularga ham bir nasib qilsin. Qarshi ikki qo'ldan chiqadi, to'g'ri aytdingiz Zahoraga. Mijoz bilan yaxshi kelishib, yaxshi munosabatda bo'lib, fikr almashib, mahsulotlar haqida, ish haqida to'g'ri tushuntira olinsa, o'ylagandaqa hamma ish chiroyli, samarali chiqadi, xudo xohlasa. Usta ham maza qilib ishlaydi. Ish unumdorligi ham yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, inshaalloh. Agar shunga o'xshash ma'lumotlar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, foydali bo'ladigan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan-da yanada foydaliroq va bundan-da ko'proq ma'lumot ulashib boramiz. Salomat bo'ling.